5 Yolbas Sanğunның muavin sanğunları kimi? Yani 3 parçalık haqida qısa namlı qasardaki Liubey'nin 5 Yolbas Sanğunның o'rnina ait mühim, en dаңlıq hammamiz bilimiz bu yerda Guayu, Zhang Fei, Zhao Zilong, Ma Chao, Huang Zhong shunami. Onda har qanday boshliqning bir amaldarning olsun, chuqur muavin oldu shunami? Sen baş so'ngtung, muavin so'ngtung, baş lider, muavin lider, baş sanğun, muavin sanğun bo'ladi. Onda to'xtab turam, ma 5 sanğunning muavin sanğunlar bormi? Bular kim o'zadi? Onda ma mazmun qilgan do'stlar, meni go'nji qo'lib bir talaq yurak urib o'tib, filmning davomini diqqat qilinglar. Qissa qilib bayon. Oldi bilan bu yerda 5 Yolbas sanğunning 5i Guayunchang. Guayuning muavin sanğunlar bormi? Bor. Yeni Guanping bilan Zhousang. İki muavin sanğunu var. Hem de bu ikisi Guayuning en sadık adamları, en yaxshi qo'duvchilar ne bo'lsa bilib yuradi. Hem de bu yerda Guanping qarsa odatda Guayu bilan yondash qanot olib, ikki qanot olib jang qiladi. Ya'ni Guayu cho'ng qo'shin bilan o'ng qanotda hujum qilgan bo'lsa, Guanpingga sol qanotdan hujum qilishni buyuradi. Zhousang bo'lsa Guayuning qishidan bir qadamni neri ketmay, buni qo'g'daydi. Qo'g'dug'isi buni. Ham nega bo'lsa buni Bardar Shamsining muyurisiga atib yuradi. Zhousang Guayuning qo'g'danda bu Zhousangning unda mard qanchalik desanglar, Zhousangning yomon palvonlar bilan urushqa yeri yo'q. Biroq bunun muhim nuqtasi o'z vaqtida bir Changshanlik Zhao Zilong bilan tunishmaydigan vaqtimizda 20-30 marta urushib, Zhao Zilongning 3 nayistigib oyat qolgan. Butkul asarda Zhao Zilongning 3 nayistigib oyat qolgan faqat bir Zhousangli bor. 2 nayistigib oyat qolgan adam yo'q Zhao Zilongning. Demak, Zhousangninki mudofialik funksiyonisi ajoyib yuqori. Zhao Zilong bilan 20-30 marta urushaladi. 3 nayistigib oyat qoldi degan gap bu bo'sh gap emas balla. Yana bu yerda Zhousangning su martimi yuqori. Su jang qilgan vaqtimizda Guayuga yaxshi yordamchi bo'ladi. Endi Guanpingga kelsak, buniki yakmak urishning eng yuqori namoyandasi Pangdo bilan 30 marta urishib, yengish ayrilmaydi. Ya'ni Pangdo kelgan vaqtimizda Guayu bilan chiqqan vaqtida Guanpingmi yakmak urush baqidi. 30 marta urishib, yengish ayrilmaydi. Pangdoning martini yuqorligini bilamiz. Demak, Guanpingningmi alam martna yuqori navadi bu kaynida bu yerda Guayuga ergishib jinjun tatqizib qo'yib, o'lib ketmagan bo'lsa, balkim keyingi Zhuguliangning shimol urush qilishidagi birinchi muruq tursha olsanğun mashhur qilishimi tamamen mumkindir. İkinci bo'lib Zhang Fei'ning muavin sanğunlari kim? Zhang Fei'ning 2 muavin sanğuni var. Ya'ni Wu Ben bilan Le Tong. Endi bu ikkisi nima ish qilib bizga natunishganda Zhang Fei'da qo'pol, uzun ko'zlik, amroq bundaq bir odamni qashi turgan muavin adam kim oldidan Zhang Fei'ning oldiga o'tib olaydi deysizlar. Shuning uchun bu ikkisi bizga misal natunishlig'i. Onun uchun bu ikkisining Zhang Fei'ning qashiga kirgan vaqtimi sel kira. Yeni Hanjung jangidan keyinchi Wu Ben yoki Liu Bei Yizhou'ni olgandan keyin sapga ketilgan. Uning keyindan Zhang Fei'ga yordam sanğun bo'lgan. Zhang Fei bilan birlikda Langjungni qo'g'dashga qo'ygan buni. Endi Zhang Fei o'lib ketgandan keyin Yiling jangidimi bu yer Wu Ben Liu Bei bilan birlikda yurish qilib, o'sha vaqtda o'zi Tursha sanğun bo'ldi. Zhang Baolar bilan. Demek Liu Bei'mi bunun alammatini e'tirof qildi degan gap shu Zhang Baolar bilan qilishmaydi deb yurishga otlantirib o'tadi bu. Endi Liu Tongga kelsak, bumi shu Liu Zhangning odami. Liu Zhang mag'lub bo'lgandan keyin Liu Bei'ga agishdi. Shuni bilan bu yerga keyin Zhang Fei'ninki muavin sanğunlik buning qishida yordamchi sanğunlik vazifasini o'tagan. Uchinchi bo'lib Changshanlik Zhao Zilongning muavin sanğunlari bormi deganda buning ikkisi bor. Deng Ji bilan Zhang Yi. Endi bu Zhang Yi deganimi o'xshashlar Liu Zhangning sanğuni. Liu Zhangning sanğunlari kim jang qilmayli buning allopchisi emasman, Ma Chao kelgandan keyin. Shuning uchun nurg'un sanğunlari keyin Liu Bei'ga ergashgan. Buningga sanğun bo'lgan. Zhang Yi mishaytdi Zhao Zilongning qo'llasiga kirib, buningga bir yordam sanğun bo'ldi. Keyin Zhuguliang shimolga urushga vaqtning o'zida Zhang Yi Zhao Yun bilan birlikda tang otlandi. Endi buning umri bir qadar uzun kelgan, hatto keyin Zhuguliang bilan Zhao Yun o'lib ketgandan keyin bu Liu Shangga oldiga davomli xizmat qilgan. Endi bu yerda Deng Ji bo'lsa, bu yerdagi Zhuguliang shimolga urushga vaqtning o'zida 70 yoshlarga kirib qolgan Zhao Zilong
turşa olsan bu işni talep qilib turib oldi. Jugulyan unumsin qattiq olmaydi. Shuninglar bu yerda jugulyan amal yo'q. Bu yerdagi javzulug'ni ma'quldab turşa ol qildi, lekin unda sizga men yordam sanog'ini qilib beray deb Dongjini buni yordam sanog'ini qilib berdi. Endi bu Dongjiniki alam marti ancha yuqori emas, biroq bu ehtiyotchan qo'shinni o'rinlashtirishga, oqsab ishtirg'i mayr. Shuning uchun ham javzulug'ning yukini yengiltidi deb shuning uchun buni qo'shib qo'ygan. Endi 4-chi bo'lib Machovning yordam sanog'ini endi Maday hammamizga tunish uchun ham. Endi bu ham Machovning inisi. Endi buni mardi qarsak Jamin Qurol'dagi jangda bu jang fe'lan bir 10 marta urushmaylar yengilib qoladi. Bundan alam mardi xil to'van. Endi kim 5 yil sanog'lar o'lib ketgandan keyin endi bu Machovning o'zi mash qaldida qo'shinni mash boshqurdi. Jugulyan shimolga yurish qilgan vaqtimizda bumi Bastonog'in bo'lib shimolga birlikda yurish qilgan. Oxirida endi buning butun asarda qilgan eng cho'ng ishi nima? Bildiganlar bir penonchi qoldiringlar, men savolni sizlarga qoldiray. Endi 5-chi bo'lib Huangjongning muavin sanog'ini yangilaydigan bu bir yashalgan sanog'in Huangjongdeklar. Endi bu yangilaydigan sanog'inning alamati Huangjongga bak yetib ketmaydi. Biroq bu qiygan bilan batur alamni tashlamagan. Eng muhimi Huangjong bilan moslashganligi ajoyib yuqori buning uchun. Huangjong o'ngdan, ma so'ldan, oldidan, ma keyindan mushundaq jang qilishga noit mayr. Shuningdek Huangjong bu ikkisini moslashib keyingi janglarni birlikda qilgan. Ham buning sodiqligimi Huangjongdan qilishmaydi. Biroq keyin Shahudun bilan bo'lgan jangda Shahudun mag'lub qilgandan keyin bu sanog'in undan keyin izchil chiqib baxmaydi. Ya o'lib ketdi ya bu demaydi ya pensiyaga chiqdi debchi. Mana yuqori qilamiz 5 yil sanog'inning muavinlari. Endi bularning alam marti, to'kisi bularga yetmagan bilan bular bo'lmasa 5 yil sanog'inning shu ishlarini undaq mukammal amalga oshmaydi. O'ylab bakinglar, har qanday bir odam o'zining ishiga o'zi yolg'iz yetolmaydi. Shaxsan men shunday qilib o'zimning ishiga yetolmadim. Bundaq 5 yil sanog'inning qildigan ishlari, hal qilgan masalalarim ko'p bo'ldi. Biz teatr ko'rgandek dushman kelsa, oyatdaklar oldiga chiqmaydi. Nurg'un tuman kuchli qo'shinni boshquradigan, tayinlaydigan, qo'zg'in to'yg'izadigan, tartib soladigan, tadbir tuzadigan bu nurg'un ishlar boshlanadi. Demak, bularning yordam sanog'inlar bo'lsa, bularga o'ng qo'l, so'l qo'l qanotib bularning ishlarini tartibsiz yukini ojizlatadi degan gap. Shuning uchun bularning qo'shgan to'kisini zam berishimiz kerak. Tushunami? Las mazmun yoqtirgan do'stlar, penunchiga jangda xav yoki shikolarda biz bilan keyingi sonda davomli paranglashimiz. Rahmat.